Adashmasam Fotiha to'yi qiz tomonda bo'lishi kerak emasmidi? Siz ukamni uylantiribmiz disku o'tib juda ham ko'pchilik yozishdi. Sababi meni 12 ta viloyatdan kuzatishar. Bizda Toshkentda Fotiha to'yi 2 tomonda ham bo'ladi, ya'ni kuyov va kelin. Birinchi kuyov hamma atagan narsalarni kelinni uyiga odamlar bilan birgalikda jo'natadi. Keyin ol tovog'im, ber tovog'im qilganda qiz tomon uni xuddi shunaqa qilib almashtirib, qaytarib jo'natib yuboradi. Bizda kelinga katta patir, kichkina patir xol va ozgina sarpasroq parfyumeriya, keyin bo'lsa tort xolvala qilib jo'natib yubordik. Tortni bo'lsa men Lola desertdan oldim, sababi tort meni hissamga tushgan edi. Agar siz ham Fotiha to'y qilmoqchi bo'lsangiz yoki merimi yoki tug'ilgan kun hayit choylariga, hayit dasturxonlariga chiroyli shirinliklar, tortlar qattan olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol Lola desertga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ko'rganingizdek tortni asal qilib, xuddi kelinimga o'xshab nejni qilib jo'natib berishdi. 100% ishonsangiz bo'ladi. Ichidagi kremlarni, masalliqlarni hammasini dobri qilib, sizni xohlagandek menyular bilan solib tayyorlab berishadi. 100% ishonsangiz bo'ladi. Kelin tomon ham, kuyov tomon ham tug'ilgan kunlarda ham yokida beshik to'ylarda ham umuman uyalib qolmaysizlar. Ustidagi mastikalarni va bejirim gullarni o'zlari qo'llari bilan yasirganlar juda ham nejni chiqqan, o'shaning uchun 30 xildan oshiq pishiruv va shirinliklari ham bor. Bemalol profillarga qo'shilib oling. Bizda ukamni Fotiha to'yi va Merry Miss ham bir kunda bo'ldi. O'shaning uchun ukam chiroyli gullarni ham ko'tarib olib chiqib ketgan. Katta studiyalar gaplashib Merry Mi qiluvdi. Nima lekin charchab ozgina erinib ketidan borolmadim, borsam bo'lar ekan. Chiroyli rasm va videolar olardim.